Kasb egalariga qaysi Kia modelini tavsiya etamiz? Ustakalarimiz uchun Kia Carens avtomobilimizni tavsiya etamiz. Nima sababdan? Chunki ustakalarimiz o'zi yolg'iz ishlamaydi, jamoa bilan birgalikda ishlaydi. Jamoa bilan bu proyektdan ikkinchi proyektga borish uchun esa komfort avtomobil kerak bo'ladi. Ya'ni 6 o'rindiqli Kia Carensni tavsiya eta olamiz. Qo'shimchasiga yana orqa o'rindiqni yotqizib qo'yishsa, asbob uskunalarni qo'yish uchun juda ham keng bagajlik hosil bo'ladi. Shuning uchun Kia Carensni ustakalarga tavsiya etamiz. Buxgalterlar uchun Kia K5 avtomobilimizni tavsiya etamiz. Nima sababdan? Buxgalterlarimiz aniqlikni yaxshi ko'radi, maksimal komfortni yaxshi ko'radi. Shuning uchun Kia K5 avtomobilimizni tavsiya etamiz. Kia K5 avtomobilimizda hamma komfort mavjud. Aniqlikning barchasi Kia K5 da hisoblanadi. Harbiy xizmatchilarimiz uchun esa Kia Sportage avtomobilini tavsiya etamiz. Nima sababdan? Ularning hayoti doimiy sport bilan bog'liq bo'lgani uchun Kia Sportage ayni ular bob hisoblanadi. Tezkorlik, tezlik, doimgidek aniqlik bilan harakatlanish uchun yordam beradi Kia Sportage. Siz qaysi kasb egasisiz va Kia modelining qaysi birini xarid qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Kia avtomobilini xarid qilmagan kasb egalari bo'lsa, sizga Kia avtomobilining qaysi modeli yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiring.